Assalamu alaykum ekranlardagi qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi suyimlik savoldoshlar. Ko'rib o'tganlar, Şinjan televiziya stansiyasi, Şinjan Huyu madaniyat tarqatishchilik shirkati, Şinjan Albidar madaniyat media cheklik shirkati hamkorlik bozorlanib sungan Şinjan Imra xalqaro savdo cheklik shirkati tajidarligidagi ular shundoq deydi programmasi. Men program riyosatchisi Umid Tursun. Rahmat. Amaliyotda bizning kishilik turmushimizda shundoq suyimlik bir kishilar bor. Ular o'zlarining asarlari orqali ona vatanni, ona yurtni, shundoqla kishilarning turmushini tasvirlash orqali shu asarlar orqali nurg'unlagan kishilarni ilg'or ideyaga, aktiv bo'lgan pozitsiyaga yetaklaydi. Albatta, bugungi Bo'lsan programmamizga taklif qilingan aziz mehmonimiz bo'lsa, ana shu kishilarning biri. Undaqda u zodi kim? Ekran orqali tanishib chiqaylik. Marhamat. Yosh, talantli kasbiy yozuvchi Yosinjon Sodiqcho'g'lan adabiy ijodiyatga kirishgan 30 yilga yaqin vaqtdan buyon o'qirmanlar va adabiy tadqiqotchilarning yaxshi bahosiga erishdi. Uning nurg'un povest hikoyalari Xanzu tili va boshqa tillarga tarjima qilinib, har millat o'qirmanlarga sunildi. Yosinjon Sodiqcho'g'lanning nurg'un hikoya, povest romanlari avtonom rayon bo'yicha 6 va 11 navbatlik Xon Tangri adabiyot mukofotiga 6 va 11 navbatlik mamlakatlik Tulpar adabiyot mukofotiga va Tarim adabiyot mukofotiga erishdi. Yosinjon Sodiqcho'g'lanning adabiy ijodiyatdagi mo'l natijalariga asosan 2006-yili Şinjan Yozuvchilar jamiyati tunji navbatlik yosh yozuvchilar tuhfa mukofotini berdi. Yosinjon Sodiqcho'g'lan to'xtamay izlanayotgan talabchan yosh yozuvchilarning biri. Bugungi bu aziz mehmonimizni nurg'unlagan o'qirmanlarimiz, savoldoshlarimiz ko'rishga tashna bo'lgan deyman. Shundoq-ku, qandoqda qizg'in olqishlarimiz bilan bugungi bosh personajimiz Yosinjon Sodiqcho'g'lan apandini sahnimizga taklif qilaylik. Marhamat. Va alaykum assalom aka. Xushkepsiz. Amaliyotda Yosinjon aka hozir Urumchida xizmat qilyapsiz. Urumchiga yetkazib keldingiz. Qachon yetkazib keldingiz? 14-yil 8-oyda. Ha, 2014-yil 8-oyda. Shu yetkazib kelgandan keyingi sizning tunji asaringiz bo'lsa, Oqqudong nomli asar ekan, ha? Hamda bu Oqqudong nomli asarda bizni qiziqtiradigan bir yeri bo'lsa, shu Oqqudongning ichida tasvirlanayotgan bir qush bor ekan. Hamda bu qushni siz shu kitobingizning ichida yozilgan nilqi personajlar bilan o'xshash bir o'ringa qo'yibsiz. Buningdagi maqsad nima? Gapni Oqqudongning o'zidan boshlasam, men nima uchun Oqqudongni yozishga kirishib qoldim. Hamda Urumchiga kelgandan keyin mening ijodiyat boshqa jihatdan aytdi yaxshi sharoitlar bo'ldi menga. O'zimning ijodiyatda aralda bir qasraqtashligim bor, yangilik yaratqim bor. Mana odulimda adabiyot kasbiningki aspirantlar o'tiribdi. Bir qanchasi bilan obdan tanishman vallahi bilan. Bizde Uyg'ur prozchiligimizda uzundan beri davomlashib kelayotgan bir konu klip bor, bayondiki. Biz hozirgacha bayondiki shu klipni hech qanday tushunmadik. Asosan birinchi shaxs til bilan uchinchi shaxs tilda bayon qilamiz. Başka bu uşak bayarlı şunun içinde o hem de. Başka meyli Xanzu edebiyatındaki meşhur yazgıçlarının eserlerini, meyli çetelindeki meşhur yazgıçlarının eserlerini görüp baktım. Olada yenilik naitcik, bulup mu bayandaki yenilik alaydı. Şunun bilen bizge muşu işkili bayan taksim boğan boğayımette ya, biz mu azraq baksak bulamı? Şunun bilen Oqqudong'ninki birinciden bayanlığa alayet güç sarf kıldım hem. Yenilik yaratıp baktım. İkinciden hem de Oqqudong'ning özü bir mehr-muhabbet, acayip güzel bir mehr-muhabbet tasvirlangan roman. Jandarlar, hayvanatlar dünyasida Oqqudong muhabbetga eng sadoqatman qushgan. Özünün cüpteden ayrılgandan keyin yani bir Oqqu cüpti izlemeydiken. Mengülük yıllık cüpti tüzümü oynatkan kuşkende izlemey hem uzun yaşayamaydiken ölüp getirdiken. Bu bir xil muhabbetki sadıklık, bir xil mesuliyetçilik, acayip bir esil hem de bir vakti
Endi insonlar qandaq? Insonlarmi albatta aqudun qilishmaymiz mehr muhabbat kelgan chog'da. Ammo inson bilan aqudun iborat ichki mavjudotning o'tirisida bir dialog ekagil bo'lamdi bo'lmamdi, uni o'ylab baqdim. Asarda men bunchalik hamda aqudungda bu maqsadga yetaldimmi, yetammidim? Mening o'ynagan bayonlarim o'qirmanlarimga yoqdimi, yoqmadi? Adabiyot tadqiqotchilari uni e'tirof qilamdi, qilmamdi? Men buni bilmayman. Lekin men buni yozdim, shunchalik xo'sh. Rahmat. Xo'sh, undaqda endi sizning eng oxirgi bir savolim, yana so'raydigan, sizning orzuyingiz nima? Endi hamma odamning bekchiq orzusi bo'ldi-ku. To'g'ri. Mening bekchiq orzularim bor. Shu orzularimning ichidagi men eng yetishni orzu qilgan bir orzuyim bor. O bo'lsa-mu shu o'qirmanlarim meni e'tirof qilsa, yozuvchi deb e'tirof qilsa. Undaqda bizning Yosinjon Sodiqcho'g'lan apandi o'zining orzuyiga yetish uchun zodi qandaqdir ishchanliklarni ko'rsatdi. Hammaylar birlikda Yosinjon apandining nutqiga diqqatimiz beraylik. Qani apandi, siz qaldisakmiz. Men yoshlar bilan dialoglashishga bek intayin amroq epim bor o'zimniki. Hozirgi yoshlarni sizlarni deylik, sizlarni 2-4 tal ulug' quruq gap bilan hayajonga saqlib oldig'ili olmaydi. Men bildiganni sizlar bilasizlar, men bilmaydiganni sizlar bilasizlar. Mendiki sizlarga nisbatan menda ko'z-ko'zga dasmoyi nima desa, men azroq tajribalik. Sizlarga nisbatan men azroq shu bor menda. Shuning bilan nima bo'lmasin keldim bu sahnaga. O'ylab qolaman, o'sha sahnaga chiqidek bo'lgan vaqtlarimni nayt uzun bir davr o'tgandek bilindi menga. Bizning oila hamda shu sistemasida xizmat qilgan dadam. Men shu sabablik Yakan daryosininki bosh yaqindan oyoq yaqinigacha, Tiznab daryosining o'tir yaqindan oyoq yaqinigacha bo'lgan orliqda dadam xizmat munosabati bilan nega ko'chib borsa, shu yerga berib agishib birga yashadik, birga o'qidim. Shunga meningki o'qigan maktablarim boshlang'ich maktabdan balkim 3 maktabga almashgan dema, to'liqsizdan bir 4 maktabga almashgan dema. Men aran to'liqsizcha o'qigan. Anından keyin Şinjan su elektr maktabiga o'qishga keldim, suv boshqarish kasbiga. 3 yil u yerda o'qidim. Men kelib shu dadam xizmat qilgan Yakan daryo boshqarmasida xizmat qildim. Kasbim suv boshqarish bo'lgan keyin o'zimizningki qadimiy tilimiz bo'yicha mirapamda. Onam bilan dadam savatsiz odamlar. Menga ma kitobni o'qib balam demagan. Ammo bilmayman kitap o'qishga shunchalik yerisman cho'ng bo'lgan. Boshlang'uchda o'qigan vaqtlarimdagi o'qigan kitoblarimni eslab bersam, boshlang'uchda suv bo'yidaninki Yengiziqchisini o'qigan, Qizil Po'piklik nayzi deymiz, shunday romanlar bordi. Suv maktabga borgandan keyin men adabiyotninki haqiqiy bir kitob dövisiga kirdim, o'qidim kitoblarni. Ammo yeziqchilik qilish maqsad yo'q. Faqat kitob o'qishdan iborat orzu bor. Suvchilik kasbi deganda qanday bo'ldi desanglar, shaharda bo'lmaydi. Bizning daryo o'stanglarimiz shaharda oqmaydi. Men sodda o'ylaydim shu chaqda xizmatga chiqib, bu daryo deganda shaharning ichida oqsa bo'lmamdi, biz nima jangalda ishlaymiz deb. Amal yo'q. Shu yerda ishlaymiz. Xizmatning o'disidan chiqqan vaqtlarda jimjit bir muhit bor. Topgan kitoblarimizni o'qiymiz. Shu kunlardan o'zimninki bir xizmatdashim ancha-muncha bir narsalarni jijilaydi ekan, ko'rsatdi meni ko'rib baqing deb. Bunda ko'rma kitobni jiq o'qigan kim men nazarim ustiroq hamda. U yozidi o'qimaydigan ekan. Shuning bilan menga yaramaydi deb bo'lmabdi deyman. Toza bir kun kayfiyatim nachar vaqtida ko'rsatganda qish kuni toza bo'lmabdi deb plan yetib mashq tashib o'tiblam talog'i chiqatdim. Ish nima deymi-de, agar hozirgi sharoitda men bo'lsam, men yaxshilanib bir qapas mushlishima nima qilyapti deb. Bir xizmatdashimiz
battı. Şu hizmetleşimiz öyle tamak çıkardı. Oturup ukam yaxşı qılmapla, yaxşı yazsın, qandaq yazsın bir adamdan əcri tutsa otuq taşlı vəsil bulamdı o dep. Şundaq osal boldum. Şu gep bilen tügegen bolsa meylitti, yani koşap da koydu. Bek xap olap ketipti, Ürümçide okup geldim degen bile öz töttağa saman höjet yazanmaydı. Meni yazan nersemni otuq taşlı dedi dep. Mau gep andın teydi. Bununla men undaq bolsa bir köz tutup koymasam bolmaydı eken. Qandaq boldu? Men avval köz tutup koyay bununla dep. Şunun bilen eziqçilikka kerişip kaldım. Addi bir mesele, yani addi bir maksat edebiyatga meni so'rab akir desek bo'ldi. Yezishga ko'z tutib qo'yman degan vaqtimdan boshlab qanday qilma degan o'yildim. Edebiyatni men qanday ko'z tutma buningga nima yozib berma deb. Yakan noyilik kutubxonaga kirib, Uyg'ur tilida yozilgan edebiyat nazariyasiga oid kitoblarning hammani chiqdim. 6 ay edebiyat nazariyasiga oid kitoblarni ko'rdim, o'rgandim. Ondan edebiyat degan nima, hikoya degan nima, roman degan nima, she'r degan nima. Bu narsalarni so'rsa bir dialoglashqidek bo'ldim. Onun kendin ma bir qator tayyorlik tutgandan keyin yozishlikka kirishgan. Men boshqa yozuvchilar bir qadam bosgan yo'lni men 5 qadam andin bosa olayman. Men oliy maktabda o'qimagan, ulardek bilim qurilmam yuqori emas. Shunga o'zimni to'xtamay to'liqlab tursam bo'lmaydi. Buni qanday qilmay men cho'qim vaqtdan eng yaxshi foydalanishim kerak. Fırsatni chang tutishim kerak. To'xtamay tirishchilik ko'rsatishim kerak. Endi talant bo'lmasa bo'lmaydi deydi. Talant bo'lmasa bo'lmaydi, lekin talantingiz bo'lib, tirishchiliginiz bo'lmasa texim bo'lmaydi. Tirishchiliginiz bo'lib, maqsad nishoningiz bo'lmasa texim bo'lmaydi. Cho'ng bir g'oyangiz. O g'oyangiz bo'lib, shundaq bir fursatlar bo'lmasa texim bo'lmaydi. Ondaq fursatlar bo'lib, şunun güçlük özünüz bir şarayet nazırılmışsınız tekim bulmaydı. Gaylardan sorayımızca, mandak iş kılmadın mı, andak kılmadın mı, anık kılsan olmam da, falan vakti mıdak da vattın, kınakı gayışın dese, fırsat kemmedi deydi. Fırsat kilemdi o, fırsat degen kemmeydi deriz. Biz izlep barımız aldığa. İzlep tapımız fırsatını. Fırsatını izlep tapkan vaktimizde, ondan o kegen oldu. Mesela bir jirak sekreş tenerkesinde eli. Ben özüm kılamaydıgan işini misalga kılamırak. Benim ömrümde mesela ben şu yoğun ustadımdan cügüreleyme. Lekin jirak sekremeyme bu 100 kilodan artık bedenini kankıtıp bize taşlığı olmaydı. Şunda temelde cık vaklarda şu bir neslerine oylasam göz aldığımda jirak sekreydigan tenerkeçiler yıldı. Jirak sekreş tenerkesini misal kaldırgan bolsak, onun fakat nişanı jirak sekreş. Ama jirak sekreş için o jiraktan yani cügrep kildi. Kilip sekregini hesap emez. O yerde bir kankıydıgan tahtı var. Aş tahtıga Raurus destiyalisi tixim jirak kankıyalaydı. Men davamlıq fırsatını ne aşu desteş tahtısıga oxştım. Cügrep şunun aldığı kile aldınız, fırsatını taptınız. Taxtığı dəstidiniz, fırsatını tuttunuz. O dəstiyemezsiniz, yani fırsatını tutamagan bolasınız. Mesela menimki yazıqçılık hayatımda men bayam sizlerge dep berdim. Qandaq bir sebepler bilen edebiyata kirip qalğanym ne? Yazıqçılıktan ibaret bir fırsat men izlegen. Bu zade men dəsteydigan taxtay qası, qankıydigan taxtay qası. Men ahirista özümning edebiyat degen nayt kengri bir janr intayin çoğun bir alem bu. Özemge maskildigan, özem kılalaydigan, ödüstin çıkalaydigan. Moşu prozni ibaret, moşu bir janrni bekit vağınımның özü, xuddi aşu dəseş taxtısı oxşaş. Men jiraktan izlep keldim, taxtığı dəsidim, qankıyamaslık, kiyink özemning yani bir şaraitin hazırlaşımga bağlıqda. Bayam dep öttüm, arzuyum yazgıcı oluş dep. Keyin qo'shib olganim xalq e'tirof qilgandek yozuvchi bo'lish degan gapni keyin qo'shib oldim. Uni oldida
azroq bir narsa yozaligidek bir odam bo'lsam, matbuotda uni buni e'lon qilsam deb o'ylaydim. Men undaq bek jiroq yo'g'on narsani nim qilolmayman, nishon qilolmayman. Bek tas bu odam jafo tortib qoldi. Men hatto palampaydan chiqadigan ish bo'lib qolsa sanab chiqaman. Jafosini unutib ketish uchun. Şunu men davomli faoliyat qildigan doiradagi binolarning palampaylarini mendan birisi so'rasa men deb beralayman, falan machinchi qavatgacha mana palampay chiqdi deb. Shu darajada. Hamda inson boshqa mavjudotlardan farqlanib turadigan tarafi bir arzu, bir g'oya bilan yashaydiganligida. Şuna men özümge belgilep algan kiçik pellaba, onundan egiz pellaba, onundan jukur pellaba, moşu pellage çıkış için özümdeki şaraitimga, turistimga maskagidek kılıp, mağdıgan yolamni şununga layık kılıp, men bek yoğan yolunu, uzak yolunu, egiz pellini kılvamadım. Adamның nurgun arzuları boldu, nurgun kesipninki ilgisi boğuz kildi. Ama biz deyilki birgime ayrı köp qadir deyilgan gapni yaman jiq işletudi. Jiq narsani qilalaydigan, bilaylaydigan bo'lsangiz bek yaxshi. Lekin men deyman siz onda qilib ketishning ayışı yo'q. Siz bir narsaning lam egisi bo'lsangiz bo'ldi, bir kasbning lam. Nima qila olasangiz? O'zingiz arzu qildigan, yoqtirdigan, nishonlab olgan bir kasb bo'ldi. Faqat shuning lam egisi bo'lsangiz en yaxshi bo'ldi deb qarayman. Edebiyatda nurg'un janrlar batdi, men faqat prozani tanladim. Kasb tanlash, nishon tanlash, ham shuning bilan birga maharat, shuning munosabatli maharat yetildirish intayin muhim bo'ladi. Mandaq bir hikoya aytib ekan, bir jutda bir bay jurtjutga jakka chiqiribdi deydi. Mening mushu mahallamga kelib kim hiç kim kılamaydigan bir maharetini gösterse aşı 100 tilla inan vermeyen dep. Nurgun adamla kelip maharet gösteripti, gaylar inanmaptı, gaylar alamay ketipti. Şu arada birisi kepti deydi. Mening bir maharetim var, dünyada hiç kim kılamaydı o dep. Onda os köset deptiken ay jurtning hammasi jig'ilsin depti. Şu jurtdagi xalq jig'ilibdi, u bayma o'tiribdi. Bu adamның mahareti ögüzüge çıkıp durup, jığnını yayık sancıp koyup, ögüzüdün bir qaltak jipni serildirip, jığnının kulukudun ötküzeleydiğen mahareti var ki. Bunu hem de insan, yani bir insan kılamaydı bu maharetini. Hem şu maharetini kösün, nahit jık jaryan kılıp maharetini köstüptü, haqlı ağıttan kaptı, çavak çaptı, alkış yanırtıptı, eli kıbay. Boldu hesap sana 100 tilla bədim depti. 100 tillani ap bolgandan keyin ma adamni 100 däri bilen dumballap mälini qo'g'langlar dep. O tayaqni yap bolgandan keyin o'zlarini bayam ko'rib taң qalding 100 tillani bəding. Endi nima ishga o'g'irsa meni desa degidek. Sen ras hech kim qilamaydigan maharetni sen egallabsa, bu shuning inami. Ammo jingni deganga jipni lazım bolganda tutuplam ötküzeplam işletidigan narsa. Yagi sancıp koyup ögüzden turup sangıp jip ötküzüp kıldigan iş yok. Sen moşu ömrüňde moşundaq bir ähmiyeti yok, bir hünäni kesbini egelleş üçün zaya qılganlygyň üçün. Hem moşunu bizi köstümen dep moşu jurt halkyny, wagtyny ısrap qılganlygyň üçün. Şoňa seni 100 däri dumballatdym dep. Endi demek bizle bir toğru bir nişan, toğru bir gaye, toğru bir kesip, özümüzge nep yetkizdigan, halkı payda etdigan, cemiyetki töküp koşdigan bir kesipni talaş intayin zörür. Moşu boyunca terissaq, her qandaq adam özünün arzusuga, gayesiga iteleydi. Men endi hazırgıçı bir qancha romanlarniki, bir qancha post hikoyalar to'plamining egisi bo'ldim. O'zimninki yozganlarimdan agar birisi qanoat qildingizmi deb so'rasa men yo'q deyman. Sizlarga deb qo'ygan gapim emas. Go'yi deb ketma. Hey bo'layerim mushjimo meniki. Shunchalik narsa yozdim, endi bo'ldi qilay deyman. Lekin
Men yazıqçılıqdan ibaret bu kasbga kirgandan boshlab o'zimning otga mingan holatda his qilaman. Otga mindingmi vayjon nima deydigan gap borku bizda. Mening jim turgan vaqtim, qanotlangan vaqtim vayjon degan vaqtim. O'zimning qobiliyatimning yetishicha tirishchilik ko'rsatdim, sharoitimni hozirlash uchun tirishchilik ko'rsatdim. Fursatlarni tutish uchun tirishchilik ko'rsatdim. O'zimning bir g'oyamga o'zim yetmoqchi bo'lgan aytdi. Bir g'oyaga nishonimga yetish uchun tirishchilik ko'rsatdim. Mo'shtaq mengyapman. Bularning oxirisida hamma narsa nima degan chaqda tirishchilik. Odam zodi tirishchilik ko'rsatmay hech qanday ishda muvaffaqiyat qozonib bo'lmaydi. Tirishchilik bir odamning amaliyotda hech nimaga tegishmaydigan, tegishsiz eng katta boyligi tirishchilik bo'ldi. Sizda tirishchilik bo'lmasa boshqa qilgan hamma ajringizning hammasining xulosasi nol bo'lib qolishi tamamen mumkin. Hem edebiyattır, güzellik, ilmi, ben şunda qarayman. Okurmanlarınızga güzellik his qildirishiniz kerak, jamiyatga bir güzellik taqdim qilishingiz kerak. Şuna men bir xil güzellik uchun terishyapman deb bilaman o'zimni. Hem bu güzellik degan nima desa, güzellik hamda qanday narsa bilan maqomiga yetadi desa, mening o'zimniki javobim nima desa, mehr muhabbet bilan maqomiga yetadi ekan. Şuna men o'zimning hozirgi ijodiyatlarimda bo'libmi baya tilg'agan Aqqudo'ngga kelgan vaqtida, balkim Aqqudo'ng meniki 50 yosh kirganda yozgan asrim, men hozir 51 kirdim. 49 bilan 50 ning oraliqidagi vaqt yozgan asrim. Mundaqchilik aytgan chaqda men jamiyatni, ijtimoiy turmushni, oilani, do'stlikni, hamma narsani his qildim. Oxirisida o'zimninki xulosam nima degan chaqda bir mehr muhabbet. İnsan teng mehr muhabbetga deb qaragan vaqtim. Şuna ijodiyatimning bugungacha kelganki oxirgi ijodiyatim Aqqudo'ng nasib bo'lsa yana boshqa asarlar yozishim mumkin. Aqqudo'ngda men asosan bir xil mehr muhabbetni, do'stlikmi bor, ota-ona, qarindoshlikmi bor, yoshlar o'tirisidagi muhabbatmi bor, insonning yurt makoniga bo'lgan muhabbatim bor, tabiatga bo'lgan muhabbatim bor. Shundoq bir narsani mujassamlab baxtim. Shunga bir xil o'zim tanlagan, o'zim yaxshi ko'rgan, adabiyot olimi orqali bir o'zim yoqtirgan bir mehr muhabbat dunyosi barpo qilsam deydigan yana bir tatliq orzuyim bor. Sizler otağalarınla, köpünçünla benim balam bilen tenkensizler. Sizlerin en coşkun, en kötürengü, nemi ögensanlar, şunu esini tutalaydıgan, yoki tutkan narsini julup alalaydıgan vaqtinglar. Mening sizlarga tavsiya qildiganim nima degan chaqda, hayotinglarda mangdigan yo'linglar, belgilagan nishoninglarga tirishchiliginglarni amra qilinglar. Ondan kishilik turmushda, jamiyatda bir xil mehr muhabbatni beg'ishlashni unutmanglar. Bu bek oddiy, bek oson, ajoyib go'zal narsa. Odam o'zining qilayotgan ishidan tortib, mangan har bir qadamlargacha, har bir chiroy ifodasigacha mehr muhabbatni his qildiqili bo'ldi. Mehr muhabbat bor odam, mehr muhabbat bor oila, mehr muhabbat bor jamiyat ajoyib go'zal bo'ldi, ajoyib inoq bo'ldi. Shunga hammalarga mehr muhabbat yor bo'lsin. Rahmat. Albatta siz bayatda nutq so'zlayotgan vaqtingizda bizning tövendeki mehmonlarimizdan savollar chiqib qoldi. Shu savollardan sizning shu javob berishingizni umid qilgan ekan. Undaqda savol, birinchi savol bo'lsa, yiziqchilik hayotingizdagi eng yoqtirgan asringiz qaysi deb qaraysiz deydi. Shu yozuvchilardan har qanday yozuvchilardan so'rilgan bir savol bu. Men bu mushtaq savolning so'rilishini yoqtirib ketmayman. Xuddi bir ayildi atandan sizning
bir 5 balası bo'lsa, qaysi balangizni bek yoqtirsiz, qaysi balangiz bilan qo'shingiz yo'q deb so'ragandek bir savolda. Ama endi bir yozuvchi o'zining mayli kichik asri bo'lsin, mayli cho'ng asri bo'lsin, hammasiga ajr qildi, hammasiga mehr-muhabbatini berdi. Faqat o asarninki o'qirmanga beradigan badiiy zo'qqa o'xshamaydi. Shunga yozuvchi o'zining hamma asrini yaxshi ko'rdi. O'qirman u yozuvchining ma'lum bir asrini yaxshi ko'rdi. Shunga bu yaxshi ko'rishni faqat o'qirmanga berish kerak. Shu yozuvchi ma'u desa qat'iy bo'lmaydi. Shunga men o'zim yaxshi ko'raman, sizlarga berdim. Sizlar yaxshi ko'rganinglarni tanlab olinglar, yaxshi ko'rmaganinglarni man qolsin. Rahmat. Xo'sh, undaqda endi ikkinchi savolingiz. Mening bilishimcha, ko'p sondagi, mening emas, shu yozgan odamning bilishicha, ko'p sondagi yozuvchilar avval she'r yozib, ondan boshqa janrga ko'chganlar bor ekan. Lekin sizning tarjimoningizda, asarlaringizning katoligida she'r yozganligingiz haqida uchurmi yo'q ekan? Siz rostilla she'r yozmaganmi? Nima uchun? Mandaq bir gap bor-ku, ochiqlikdan shoirlik chiqadi deydigan. Lekin bundaq desa, siz xudo oshiq bo'lib baxmagandek bo'lmaganda, amaliyat men oshiq bo'lgan. Men ajoyib mehr-muhabbatli bir insonman. To'g'ri. Har qanday odam o'zi qila oladigan ishni avval tanlab bilish kerak. Eli onu, eli bunu, eli onunğa, eli bununğa esilib alsak, eli onu talsak, eli bunu talsak bo'lmaydi. Bu muhabbet bilan o'xshashmi yana? Men yaşlagıdaq diye. Çoxum ish qiyiqqa desigan odamninki aqli yaxshi bo'lmaydi-ku, shuna o'xshashlam gap. Shunga men hamda shu chaqda o'zimning xarakterim, o'zimninki sharoitim yoki pishib etilgan fursatim mo'shijatin men belgilab olgan nishonim proz bo'lishi mumkin. Men mo'shini yaxshi qila oladigan o'xshayman deb. Shunga meningki she'r yozish asosan bo'lmadi. Ammo she'rni shunchalik yaxshi ko'raman. She'rni yaxshi ko'rganligim uchun barliq shoirlarga hasad qilaman. Undaqda endi biz yoshlar vakilining zodi qanday yurak so'zlari bor, qanday savollar bor, birlikda anglab boqamdik. Assalomu alaykum Yasinjon aka, riyosat yaxshimisizlar? Yaxshi. Men yoshlar vakilidan Dilshatjon Muhammadli bo'laman. Hozir davlatimizda yoki chet ellarda ssenariylashtirish to'lqini yuqori ko'tarilib, tilziya teatri ishlab chiqarish unumi yaxshi bo'ladi-da. Sizningki shu yozgan asarlaringizni ssenariylashtirishni o'ylab baqdingizmi? Ko'nglimda gapni qilsam, men o'zimning asarlarimni ssenariy qilgandek vaqtim yo'q. O bir sabab. İkincisi, senariyaga mablag' sog'idek, ishligidek shirkat bormi yo'qmi men uni o'qimadim. Ammo bir narsaga ishonaman. Senariyalarimizda loyiq yetkazib rol olgandek artist bor. Senariylarimizni loyiq yetkazib ishligidek rejissyorimiz bor. Onun ishonaman. Rahmat. Assalomu alaykum Yasinjon aka. Ben Özlem Merkezi Xalq Radio Stansiyasi Ögünüş Programmasının riyasətçisi. Programımızın siz doğruluq bəkçiq toxtalğandıq. Mana bugün yüz görüş bək xoş buldum. Bugün mana yaşlar vəkili olub qatnışıb turubdu mən. Əmdi bayan riyasətçimiz Ümid sizdən sorğan vaqtda arzuyunuz nima degan vaqtda xalq e'tirof qilgudek yozuvchi bo'lish dedingiz. Əmdi mən shundaqla menga o'xshash kitob o'qishni yaxshi ko'radigan, kitob o'qishni o'ziga odat qilgan yoshlar sizning har bir asaringizni yoqtirib ko'rdi. Shaxsan sizning Oqqudon degan kitobingizni men bir necha kitobxonlarga berib bek tez setib oldim-ku. Mushuning o'zi bu xalqningki sizningki yozgan shu asarlaringizni e'tirof qilgani. Undaq bo'lsa, mana shu nuqtadan chiqish qilib turib so'rasak, orzuyingizga yetdingizmi? Rostini degan chaqda yozuvchi bo'lish orzuyimga yetdim. Lekin Tehe xalq e'tirof qilgandek yozuvchi bo'lish xeli jiroqda. Men bir ömür shu orzuyim uchun terishman. Men Şinjan Universiteti Edebiyat kasbining aspiranti bo'laman. Hammamiz bilamiz Yasinjon apandim bizniki bugungi zamon Uyg'ur prozasligidagi vakillik avangard yozuvchilarning birisi. Endi so'rmoqchi bo'lgan savolim shu nuqtadan şu Oqqudon degan romandagi sen Jerjoy nomidagi nurg'un chiqdimi shuni o'ylanib qoldim. Shu Oqqud ko'milgan ashudon amaliyot reallik mavjudmi?
mavjud bo'lib qolsa u qayerda emas bo'ldi. Rahmat sizlarga. Rahmat. Аққудың езілғанден кейін меніңке ойлаған іштен бірісі машу. Бірісі çokum zehirlayılgan bir okurmenlerim soraydı. Yani birisi naiti mesuliyetçan okurmenlerim soraydı. Yani birisi bir türküm naiti düşkün bir yaşlaba. Bir işini kalırsa kirvasa bir başka ep çıkmay, tenim tapmaydıgan. Moşu balla soraydı, kızıkıdı dep oylagan. Akkudun bir muhabbetinin kavrisi emez, bir mehir muhabbetinin simvoli. Benim bundaq bir arzuyum var. Ben müşahede Akkudon'un ki nədlikini, yaki mevcut, yaki uydurma bir coğrafilik makan ikenlikini ben demisem. Benim aşı bir kızıqıdığan, aştaq bir mesuliyetcan, erkandaq işinin bir tegi-tegtini eniqlap, bir tenim tapmaydıgan müştaq okurmenlerim Akkudon'u bir izlep bakkan bolsa deyme. Bunu men dep bəginimden özü bir izlep bakıp Akkudon zat nədə? Qandaq yerde? Özü bir cevap tapkan bolsa deydigan arzuyum var. Yaxshi siyosatda, yaxshi siyosatchi. Mening inosum aqida yasin, yoshlar vakil bo'lma. Men bir ona o'lma, qizim 1,5 yoshga kirdi. Shu yoshlarga nisbatan qandaq shu mehr, muhabbat, do'stlik to'g'risida so'zlaydiganlaringiz boshini anglab baqsam deyman. Asli inson bir mehr muhabbat bilan atirda bo'lgan. Mehr muhabbat bilan avimiz hem mehr muhabbet bilen yurt makanımızı avat kılımız, hem şu mehr muhabbet bilen arzu armalarımızı yetimiz. Meşadaki yaşlarga deydiğinim nemo degen çağda, hemmeyle mehr muhabbetten ibaret bu katta nimetini unutmaşlığımız gerek. Her qandaq işqa aldın mehr muhabbetten ibaret bir ölçem bolish gerek. Mesela adamınki oğulçı manmışınçılıkla kildi. Mendeki adam bolsa birisi, menin oğulçımga ömütteki adam bolsa tötüp atıdı. Lekin siz oğulçınızını mehr muhabbet bilen açkan vaxtınızda dünyanı kucaklaya alaysız. Patıdı bağrınızga. Biz maşu mehr muhabbetimiz bilen özümüz yaşayatkan maşu cemiyetini, maşu zeminini bir xil güzellik dünyasıga, acayip inak, acayip mehr muhabbetlik alemge aylandırış için emmeyle terissak deymi. Rahmat. Assalomu alaykum Yasinjak. Men yoshlar vakili Eminjon. Biz shu Yasinjak akamningki 1986-yildan boshlab hozirgacha bo'lgan ijodiyat, proza ijodiyatining nazar solsak, ayollarni asosli bosh personaj yo'ritib jihati nihoyatda ko'p kuchli. Ham shunday obrazlarni yo'ritishda alohida bir sabab bormi? Ben maşu edebiyat sahasida men maşı basqış keptime. Mening demasliklarim bor. Şundaq esil eserlerini yazgan. Ular şundaq eserlerini görüp zoqulnıma, hayran qalıma. Ama men şularning arasida men bir noktada poat alayman. Hiç qaysing mendek ayollarni eng jiq yazameding deb. Uyg'ur edebiyatida rahmat. Uyg'ur edebiyatida ayollarni personaj qilib en köp eser yazgan yazgıcı. Bunun nurgun sebepleri buluş mümkün. Birinci sebebi anam. Anamның tesiri benim hayatımda intayın çoğun. Şu 2015 yıl 12. ayının 13. günü ayrılık kaldım. Şu vakit kâgiçi meningki hayatımda anamның aldıdı men mandaq iş qilman desem qılamaysan degan inson emas. Qilalaysa ya qilamay qalamanmi desem gepingda to o'g'il bol degan tavakkülçi olmamda deb qo'yatdi. Qilalaysan deb lam kelgan.
Ondan başka bayam dep öttüm. Ben 7 açı sыңылның arasında, 7 kızның arası çoğun boldum. Mandaq gelip etken çağda bir ayallık vücuttaki barlık mehrimabetten mendek behriman boğan kangan adam yok. Açı sыңылlarım şunçilik meni mehrimabetlik çoğun kıldı. Hatta başlangıç mektep aklımda bilgenden tatıp oylap baksam demeçlerimden arasında ben intayin pakiz yürüttüm. Kiyimlerim konu olsun intayin pakize. Hemmisi şu açı sыңылlarımdan jüyüp birti, yamap birti. Şundak köyün eti de bana. Kanmay öttüm de olanın mehrige. Ondan özümün şahsi bir ailem kurgan vaktimda bana yana 2 kız nasip oldu. Yani bir oğul bulup yaşadım. Yani şulanın mehrimabeti bilen yaşadım. Ameliyette ayalla dünyadaki barlık mehrimabetini 10'u bölse 9'u ayallada kalan bir ölüşüne andın uşak parçalap andın başkaları verirken. Bir ayalının mehrige kınıp yaşayan bir acayip bəxtlik tanısı buldu özü. Bu bir muvaffakiyet ameliyette. Aşındaq bir sebeplerden boz gerek. Ben icadiyetimde ayalla intayin köp oldu personajlarım. Ayallarının takdiri, ayallarının ki bəxti, ayallarının arzu armanı. Ben iş bulmaganda kalemim arkalık cemiyetimizdeki ayallarga boğan özümden arzu armanlarımını, mehr muhabbetimni, hesdaşlığımni ifadalep keldim. Hem şunu teriştim. Belki nasip olsa yani ayal hakkı desişim mümkün. Assalamu alaikum, Yasin Yaka. Benim ismim Ümit, Hanzuce ismim Ma Xiaojun. Ben Şinjan Ezaiklik Üniversitesi Cungo Dili İnstitutu Uyghur Dili Kasbini o'quvchisi. Sizning kunda 40-50 ming qadam piyoda moyid ekansiz. Buningdagi sabab salomatligi uchunmi yoki bunday qilsangiz ilhomingiz pekroq kilamdi ya. Menimki qadam sallarım için bildik de vallahi. Rahmet. Nayet bir özü yaxşı ko'rgan yozuvchining turmushiga qiziqish normal ahvol qo'y hamda. Dastlabda yo'l mangan vaqtimda bir xil o'riqlayman deb mangan yo'lni. Salomatlik uchun deb. Ondan keyin men yo'l mangandan keyin tuyuqsiz bir odat etilib qoldi. U bo'lsa-mu bir xil badiiy tafakkur ichida menish. Mening hozirgacha ijodiyatimda mayli cho'ng hajmlik asar bo'lsin, mayli qisqa kichik asar bo'lsin, hech qaysi tuzib bakmayman men. Hammasi tafakkur qilma, kallamga qachlayman. O'zim biologiyalik kompyuterda olaman, ishga saqlag'ich deb shuni qachlayman. Bu yo'lmangan vaqtimda eng jiq qachilindi. Aşı personajlarım bilen yolman kaç paranlaşıma, personajlarımdan ki çıray turqını yolda ketip algan birası, onda o qarab bakıp, mağa şu kendime gayı kendim giyinip ketip yana aldıdan ötep, onda o yana bir qarab alıma. Ma personajım oxşaydı ken dep. Yol meniş bana birisi salametlikim üçün, yani birisi badi tefekkürüm üçün. Men için intayin yaxşı bir adet bu. Gül eziqçilik planlarım, badi tefekkürüm, pişirdiğanın hemmisini mağaç pişirme, ondan mıhtek olturap yazma. Ahırısta netice ne oldu? Eser yazıldı, men oruqlayamadım. Bek uzun oltağan ki. Men mağan çağda 2 saat mağanım bile oltağan 7-8 saat olturma emas mı? Doğru. Aşınaq bir sebep var. Şuna ikili xil sebep var ki. Birisi hem beden çıdıqıdı deydi eken. Yani birisi ilham şu vaqt keldi eken. Bu yerda yana bir sebep var şu. O nima degan vaqtida ilqi yozuvchi hamda
turmush o'rganish kerak. Turmush faqat bizning atrofimizda bor. Avtobusga chiqib olsam, mashinaga chiqib olsam, turmush o'rganish doiram, jamiyatni ko'zish doiram dehshat kichiklab ketadi. Çoğum minishim kerak. Ketib berib ishga odam paranglashidi, anglayman. Gay gepi tetib qolsa jasuslik uzungish kaynik tushunmay ularniki parangni anglab magan ekandi, nagishib. Gay lippedi ketib qolgan birisining tilpinda vaqirab, jaqirab so'zlab ketib qolgan gaplardan shundoq yaraydigan gaplar chiqib qoldi. Ulardan kendim baramsiz. Ya. Turmush degan shu-da endi, boshqa amal yo'q. Sizce yazgıcı buluş osanmi? Hem ya bir yazgıcı buluş üçün şu edebiyat kesbi terbiyelenmesi bulamdı. Şundan bir çenciniz berip baksanız. Men deyman, tefekkürüne yazıqqa alaligidek iqtidori bor debning hammasi yazgıcı bo'la oladi. Ammo bu yerda bir narsa bor. Tefekkür qilganni yozib qo'ygan bilan ish bitmaydi hamda. Yazgıcıga xos turmush ko'rsatadigan, jamiyatni ko'rsatadigan, tefekkür qiladigan nurg'un ijtimoiy masalalarni umumiylikni nazarda tutgan asosda muloyiza qilib, hukm chiqaradigan, xulosa qila oladigan mandaq bir iqtidorim bo'lishi kerak. Shunga yozuvchilik sirliq narsa emas, bek murakkab narsa emas. Menimcha yozuvchi bo'lmoq oson. O'tdag'anlarning har qandag'inglar bo'la olasizlar. Endi oliy maktabda o'qigan bilan o'qimaganning o'rtasida yozuvchilikning munosabati qanday bo'ldi desa, mencha oliy maktabda o'qisa, bilim egallasa, oningdan keyin yoziqchilik qilsa, texim yaxshi bo'ldi. Bizda endi mayli chet elning, mayli Jungoning, mayli o'zimizningki oliy maktabda o'qimay yozuvchi bo'lgan misollar bekchiq. Mesela Rus edebiyatında Gorkiyni deymiz, Uyg'ur edebiyatimizda mı bor. Ama bir oliy maktabda sistemlik edebiyat ibaret bu fanni o'qigan, o'rgangan, ilm olgan odamning yoziqchiligi bilan amma odamning yoziqchiligiga bizdagi farq bor. Hech bo'lmagan chaqda yozuvchining universal sapasi oliy maktabda o'qiganning yuqori bo'ldi. Bo'lmasa menga o'xshash to'liqlayman deb to'xtamay temilaydigan ish chiqdi. O'ginaman deb. 5 yil o'qib olsa yaxshi emasmi? Ondan keyin sal aldirmayroq azodiy yoziqchilik qilmamdi. Yozuvchi bo'lishni avval oliy maktabda o'qish muhim deb qarayman. Albatta, bugungi bo'lsan programmamizda biz nurg'unlagan temalar to'g'risida to'xtaldik. Nurg'unlagan kishilik turmushdagi munosabatlarda, shundaqla kishilik turmushga qanday pozitsiya tutish to'g'risida to'xtaldik. Yana bir qitim Yasinjon Sodiqcho'g'lan apandiga ko'pdan-ko'p rahmatimizni bildiramiz. Keyingi sondagi programmalarimiz teximiz har xil bo'ladi. Keyingi sonda ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Rahmat.